Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana yangi kuryerimiz keldi. 10-chisloda ishga qo'ygandik. Turdoy dogovorni bugun bazaga qo'yib berdik. Mana ko'rishlaring mumkin. Birinchi kunda o'zida 6800 ishlagan, ikkinchi kun 6400 ishlagan, uchinchi kun 9000 ishlagan, to'rtinchi kun 5000 ishlagan, 5000 ishlagan и 7000 ishlagan. Ko'pchilik menga aytadiki, bonus bilan mana ko'rishlaring mumkin. Пригласить друга, qilmagan пригласить друга bilan hozir blok qilib qo'yapti. Ko'rishlaring mumkinki, mana qanday ish bo'lyapti mana. Mana zakazlarga yaxshi to'laydi. Ko'rishlaring даже mana korrektirovka paymat qilgan. Ko'rishlaring mumkin zakazlarning narxi 500, 700, 500, 500, 400. Mana ko'rishlaring mumkin. Ko'pchilik aytadiki, aka, bundaqa bu yolg'on. Mana ko'rishlaring mumkin. Har kunligida mana har kun ko'rishlaring mumkin. Hammasini qo'lni ko'rishlaring mumkinki, ish bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Yandex.Idada murojaat qilib tagiga kuryer deb yozsalaring, podключат qilib beramiz. Mana ko'ryapsizlar, 10-chislodan hozirgacha mana qanaqa ish bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kuryer deb yozsalaring, podключат qilib beramiz.